Alloh taologa hamd va sanolar va uning oxir zamon payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salom va salovatlar va durudlar ila bugunlik Ramazon oyining yana bir kechki suhbatini boshlar ekanmiz. Bugun ko'radigan, o'rganadigan mavzuimiz rahmdillik mu'minga xos sifat degan mavzu. Shu mavzuda Alloh qudrat inshaalloh to'xtalib o'tishlikka harakat qilamiz. İnsanlar bir-birlariga rahm shafqat ko'rsatish orqali Alloh taoloning rahmatiga sazovor bo'ladilar. Agar ish teskarisiga aylanib qoladigan bo'lsa, Alloh taoloning rahmatidan ayrilib qoladilar. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: odamlarga rahm qilmaydigan kishiga Alloh ham rahm qilmaydi dedilar. Ya'ni inson, ya'ni kimiki odamlarga rahm qilmasa, Alloh taolo ham unga rahm qilmaydi. Bu gap ota-onalarga ham, bolalarga ham taalluqli bo'lgan gap. Shuning uchun musulmonlar doimo bir-birlariga, xossatan oila a'zolariga nihoyatda rahmdil bo'lmoqligi darkor. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Bir necha a'robiy payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldilar va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nabiralarini erkalatib, ya'ni Imom Hasan va Imom Husaynlarni erkalatib achomlariga olib o'tirgan edilar va ularni o'par edilar. Buni ko'rgan kishilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'radilar: "Ya Allohning rasuli, sizlar yosh bolalarni o'pasizlarmi? Allohga qasamki, biz ularni hech qachon o'pmaymiz" dedilar. Ya'ni ularni qavmida yosh bolalarni erkalatish unaqa yoki olib o'tirsa ham o'pmas ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nevaralarini achomlariga olib o'tirib, ularni erkalab, ularni boshini silab, yuzlaridan, boshlaridan, peshonalaridan o'pganlarini ko'rib hayron qoldilar va payg'ambardan shunday so'ragan ekanlarki: "Sizlar bolalarni, ya'ni yosh bolalarni o'pasizlarmi? Bizlarda unaqa amal yo'q, bizlar bolalarni hech qachon o'pmaymiz" deb aytganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Alloh azza va jalla qalbingdan rahmatni sug'urib olgan bo'lsa, men nima ham qila olardim" degan javobni qildilar. Ya'ni bu yosh bolalarga mehribonlik qilmoqlik, ularni o'pish, ularni erkalatishlik Alloh tomonidan bandaga berilgan rahm ekan, shafqat ekan. Mana shu hissiyotni Alloh bandalariga bergan ekanki, agar uni Alloh bermagan bo'lsa sizlarga, men nima qila olardim deb Rasululloh javob qilgan ekanlar. Abu Usmondan rivoyat qilinadi. Umar radhiyallohu anhu bir odamni lavozimga tayinladilar. U: "Mening faloncha bolam bor, ulardan bittasini ham o'pmaganman" degan gapni qilganda, shunda Umar: "Alloh azza va jalla bandalaridan faqatgina yaxshilik qilgan odamga rahm qiladi" deb aytgan ekanlar. Ya'ni Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'zlari mansab bergan odamdan shu kamchilikni topgan ekanlar. Mazkur odamning o'z bolasini o'pmagani shaxsiy kamchilik sifatida baholangan Umar radhiyallohu anhu tomonlaridan. Mo'min musulmon ota-onalar mazkur kamchilikdan albatta yiroq bo'lishliklari bu mahbub bo'lgan amallardan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Ey Allohning rasuli, mushriklarning ziddiga duo qiling dedim" deydilar. Ya'ni Rasulullohga ko'p uqubatlar berganlaridan so'ng, mushriklar ko'p yomonliklar qilganlaridan, jabr qilganlaridan so'ng Abu Hurayra bir kun shu bir jahl otiga minib payg'ambar alayhissalomga aytgan ekanlarki, ya'ni shularni bir duoibat qilib qo'ying ya Rasululloh deb jazolash maqsadida duo so'raganlarida payg'ambar alayhissalom: "Men albatta la'natlanuvchi qilib yuborilmaganman. Ya'ni birovni la'natlash uchun kelganim yo'q. Albatta men rahmat etib yuborilganman" deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar. Bu Imom Muslim rivoyatda keltirilgan. Abdulloh ibn Amr ibn Os
raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rahman rahimlilarga rahm qiladi, yerdagilarga rahm qiling, sizga osmondagi zot rahm qiladi deganlar. Ya'ni Alloh bu Allohning sifatlaridan eng yuqori, eng birinchi eslanadigan sifati uning Rahman va Rahim sifatlaridir. Alloh Rahman va Rahim bo'lgan zotdir va bandalarini ham albatta mana shunday bir rahimli bo'lishligini, o'zlarini ahli oilalariga, farzandlariga, yori og'ayni, do'st birodarlariga, jamiyatga, insoniyatga rahimli bo'lmoqlikni Alloh xush ko'rar ekan. Chunki rahimlilik bu Allohning sifatlaridan ekan. Inson nafaqat o'zga insonlarga, balki hattoki hayvonotga ham rahimli bo'lmoqligi eng afzal, chiroyli amallardan, Allohga suyukli bo'lgan amallardan hisoblanar ekan. Alloh taolo payg'ambarlarni payg'ambar bo'lishligidan oldin sinovdan o'tkazgan. Har bir payg'ambarni sinovdan o'tkazgan ekan. Qanaqa sinov? Ya'ni ularni oddiy cho'pon qilib qo'ygan. Tarixdan hammamiz juda yaxshi bilamizki, har bir payg'ambar cho'ponlik qilgan. Yoshlik davrida yoki payg'ambarlik kelishligidan oldin ba'zilarini payg'ambar bo'la turib ham cho'ponlik qilganlari bor. Buni deydilar ulamolarimiz, muarrixlarimiz, bu Alloh taoloning sinovi edi. Qani ular o'zga bir jonzotga, inson bo'lmagan, lekin Allohni yaratgan maxluqotlariga qanaqa muomalada bo'lishligini sinashlik uchun ham Alloh taolo payg'ambarlarga mana shunday bir cho'ponlik kasbini bergan ekanki, o'sha boqadigan hayvonlarini ustiga qanaqa rahm qiladi, qanaqa shafqat qiladi, shuni bilmoqlik uchun. Shuning uchun ham aytiladiki, albatta har bir inson u uyidagi bor bo'lgan jami qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar jonzotlariga rahmli, shafqatli bo'lmoqligi darkor. U hayvon, unga Alloh taolo aql bermagan. Molda endi unda aql yo'q, unga faqat Alloh nafs bergan. Yemishini, xashagini to'kadigan bo'lsa, lapatka bilan uradi. Yoki bir axlotini nojo'ya joyda qiladigan bo'lsa, uni uradiganlar bor. Ketmonlar bilan, lapatka bilan, boshqa bir narsalar bilan yoki tepadiganlar bor. O hayvonda unga Alloh aql bermagan. Aql berganda u birinchidan o'zi sizga qaram bo'lib qolmasdi. Alloh mana shu bilan ham o'zi sizni sinayapti. Uyda mushuk boqadiganlar mayli muloyimroq, rahimliroq bo'ladi-yu, lekin ba'zi mushugi yo'qlar mushukni ko'rsa tosh otadi. U ham Allohning jonzoti. Itni ko'rsa uradiganlar bor. Mushukni ko'rsa tepadiganlar bor. Yoki uyidagi boshqa hayvonlarga, mol bo'lsin, qo'y bo'lsin, ularni urib tepadiganlar bor. Ko'rmaganman-u, lekin eshitganman, shu molni urib deyapti. Shu tualetga qatnaydigan, endi nimaroq qilib aytadigan bo'lsa, tualetga qatnaydigan qilib qo'yganman deb maqtanyapti. U shunday urayotganda o'sha joydan boshqa joyga borib axlatini tushirmas ekan mol. Molni shunga o'rgatdim deb maqtanyapti. Uni urib axir uni aqli bo'lganda shu ishni qilmas-yu. Unda aql yo'q, unga faqatgina Alloh taolo nafs berdi. U molni egasiga esa Alloh aqlni berdi. Mana shu aqlni ishlatmasdan Allohning jonzotlariga, hayvonotlariga zarar beradiganlar bu Allohning Rahman va Rahim sifatidan uzoq bo'lgan bandalar bo'lar ekan. Shuning uchun ham shariatimizda biz sizga ta'limot beriladiki, albatta inson o'zini rahmdilligini sinamoqchi bo'lsa,
hayvonlarga nisbatan qilgan amallariga qarasin va albatta hayvonotlarga yaxshilik, rahmdillik bo'ladigan bo'lsa, insonlarga ham u banda xuddi shunday rahmdil bo'lar ekan. İnsanlar bilan muomalat qilganda, ular bilan bir amal qilganda albatta shafqatli bo'lar ekan. Banda shafqatli, rahmli, rahmdil bo'ladigan bo'lsa, bu Allohning Rahmanur Rahim sifatini o'ziga joylagan bo'lib, Allohni suyukli bandalaridan bo'lar ekan. Biz shundoq ekan, birodarlar, bu albatta bunday shafqat albatta umumiy hisoblanadi. Kimki o'sha mu'min musulmonligi haqiqiy bo'ladigan bo'lsa, unda deydilar albatta rahm shafqat bo'ladi. Bu inson zotiga bo'lsin, hayvonotga, nabototga, rahm shafqatga muhtoj bo'lgan har qanday narsaga taalluqli bo'lgan amal hisoblanar ekan. Alloh taolo ana shu rahm shafqatni mu'min musulmonlarga ravo ko'rgan ekan, uni faqat badbaxt insongina sug'urib olib, uni berahm, beshafqat bir jonzotga aylantirib qo'yar ekan. Alloh taolo bundan asrasin. Agar deyaptilar, rahmi bo'lmagan, shafqati bo'lmagan kishi bu bir badbaxt inson bo'lib qolar ekan. Shuning uchun ham hayvonotga bo'lsa-da rahm shafqat qilmoqlik bu Rasulullohning sunnatlari desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Alloh taborak va taolo barchalarimizni rahmli, shafqatli, Alloh taoloning Rahmanur Rahim sifatini o'ziga jo etgan bandalardan, payg'ambarimiz alayhissalomning xos ummatlaridan bo'lmoqlikni Alloh barchamizga nasib aylasin. Bu muborak mohi sharifi Ramazonda tutayotgan ro'zalarimizni ham Alloh dargohida qabul, ibodatlarimizni maqbul aylasin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar.